Oho, balalar kepti. Merhaba ballarım, tamam pişti. Bundan aslında. Ha. Dada, ben daha yetiştim bir tane. Nima deb solda? Bu yer demiştin ki biz bahçeyle küçük kaldık. Mahalle beni kırıklattı. At ötelerine kışım tutuştu. Bas g'alati choptami? Nima shunaqa qilganda? Ha? Sen nimdep kırgızıyordu? Ben bilmiyorum. Ben topşuruq qışdimisa, malım yiyishdim demisa. Çok çok gitti. Sen şu kündülü oynasan, hiç çıkımsan pek bezildi. Yo, sen bek obdan balıcımasan bulam ha? Bosa sana şu yaz olsa, kış olmasa, pul olsa, iş olmasa ha? Aşta olsun bu geldi. Allah. Bak mısın yanında oldun ha? Sen bana dinle. Ha, sen şahımdan mangına. Bunda masan yırtıyorum bulam. Hey. Dünya günlerini kadırsan ışıkandaki dillerini bilsiz. Vasılıkı köze takıldım mı? Şu Dilnur. Hı hı. Adet ışıkandı mağbek mi avrak emas. Hem işte beslişi de olmasa. Tuyuksuzluk hep kaldı. Bir şarp götürüp kepti qaran bu menin könglim dep unumusam unumay. Dübeynin demde Türkiye'nin demde kup koyup ketdi. Ondan bu ışıkandakiler Eli okup meyman koysam boldu deydi. Eli bu okup meyman koysam boldu deydi. Bu vaktimiz var deydi. Bu vakt çıkarsanız oldu deydi. Şunu qaragan enaltını bek ösep ketip bakışmadı. Ben taz bilmey kaldım mı? O'xshashdi şu. Aras. Ha. Esingizda men bir kun Arslan maktabdan keliblar. Opa, siz maktab mudiri bo'ldingizmi deganda. Ha, ishtaroq bir gapni qana. Bu tuyuqsizlik bu ishxonanikining, maktabnikining muomalasi o'zgarib Hey. ketdi. Ras, mushunda bir ish bormi ya? Biz uqmayjudikmi ya? Mumkin emas. Bir narsa deb qo'ynimajima, hozir men haqning quliqi yama uzrab ketdi. Unda shu bo'lsa, azroq shayapsini olsin bir sizavib qo'ydim muzaffar. Bo'ldi. Sizlar bunga ishingni tushunmay. Ben ish kuchga qarab boqmamda. Hamini bu ish oshkorildi. Dunyo teshilmaydigan chilak yo'q deydi emasmi? Ha? Ben kallanı yalanmam mı şimdi? Voy, güzel kepti. Oy. Bu pichonga o'zingni mehmon qilibsizda bular ha? Annom bilan. Ha? Voy, bu qo'rqdan bilan choy ichib bular? Apamcha, Apamdan maktabdan kelmedi. ketganmidi? Bu ketganda bor. Bizim idorada bir yig'in ochgan. Shunda hozir beka oldim. Ha, ras apam idoradagilar, nima maktabdagilar birga tomoq yegin bormiz deb qo'yganda aytgan shu ketmi ya? Qo'yaman, nonni qo'yaman. Sir chiqib tomoq yeb kirdi ya. Sen kelme Cemal. Herkes beni söylemendi ben şöyle geldim. Cemal. Ne yapar? Sır çıkarmadık bana. Ezgi tamak yedi ya. Çıkıp gel lan. Bu son günün müzik matörü. Dada, Hakan bek okşaptı. Kap okşaptı mı? Çetedim mi sizlerge? Sizin çetedim mi? Ulan bir gel. Açtan diti. Kaçallı karşı Kentucky, Hambobo, Nambobo'dur. Kavap bobo yetmeydi balam. Yanı özümüzün tamuğu yakışı. Evet, bunun gibi pop yap. Obdan. Aten var öyle. Bu apam kim bak? Mama. Kire apam.
Oh. Ha. Vay neredesizler? Vay tek yapılamıdan onu tam kınılda. O kanda tamak bu deyme bu 4-5 saat kışım yediğin. Ma balı etigen de mektep vardı o. Ma balını oylap koyla. Ha. Ma'qul. Unda siz joyingizni jim tutib turmamsiz. Men siz hozir ag'in boray, ha? Ha, ma'qul. Ma chapnim bir esolay, iyi yaga. Saat neçe oldu Azar? Kapımın dedi yani. Kapılmaya buldu. Ben kandak kılma karan ışıkhandakiler tutsa o. Saat neçe oldu Azar? Saat neçe oldu? Vallahi oğlum çıkmışsın mı? Şu. Karan sefer. Kargım yok. Hey, bu tamak degende bunda yep bolup dağıp inip kelsеңler болады ғой, ha? Ket, çıkış oturam da şeyde. Ya tamakhanınki darvazasını kılıpla silip turadi inip kelib tınlıyor. Bu şu geplerimiz kandak kılma. Ular O sınның gipаңlar ölep ketkiş tügümeydi o. Nemi meyman qıptı o, ha? Nemi gıvadыңlar bugün? düşünmem uxumdum. Bugün etigenden başlap Digel tuğan teyli o kriptaydı, hele bu kriptaydı. Zade mimar kılımız, sizin bir mimar kılış maksadımız var deyip. Vay şu men nemi mimar kılsılar desem. Mimar kılımız kep ketdi deyip çok. Her kanda işleyenдің məqsəd müddəsi oludu saniye. Manda ufqo bilip beriş gerek. Kalk meyman kıl deyip beriversek bolmaydı. Onun çoğuma kendinde bir çoğum ağ görünüşü var buna. Oo. Homuz koңul kazıp kaldığa çıkıdı. Boptu bu da ben bir mimar koyup deyim. Yani geçti he? Bu öyle kelsem siz yok. Vallahi koskışıp oturaptı. Ha bak sizi kayıştep sırtıkla çıkıp tamakını yüzüp kelsem yani siz yok. Ben dol bulmayayım ama zaten da yerlere. Eras. Yani tıkı. Ya ne yaptı? Yani bizim işxandaki bir netisi ette öyle kildi qalqışaydı. Öyle mübarekler. Senin işkandaki... Kesin. Çay demleyeyim. Vay ne bu? Balkanım okusak uyaktan beri jüreysizler. Bu... Toy kılmaydıgan demez mi lan? Hicap bezlep etol boyuna. Vay can dedim ko tüneli Muzaffer. Bizden işxandaki bir netisi öyle mübareklep kildik hele. Vay ulan rast kelemdik ya. Çak mı gidip kalgamışsınız? Ya men tak çakçaklık kalk şeyler tümdük ha. Tovadınız. Çak mı kimden çoğusun? Onda o soktu kes oynamsa. Öyle şu meyman keldi dep tutulgan bolgandı eken. Yaxşı optu. Ne? Kəlsən deyip tuğandanda kütkül olmaydı, mimanını qarabot dağılamısa ya. Qana qilib? Manda qilib? Hey. Bugun yaslashda munda o'tirib boqamizda. Muzaffer, jiylik mı adam aldırab atqanda. Tutayman buna. Qo'yib turib buguncha aldırganda. Bezib qo'ydim akirdigan dasturimiz. Ishtik akirib turgan bo'lam. Ya Allah, aş kichik bolani ishga burganda hamma narsani tafsiliy yuzlab. Hey. Taqash qaysi magazindan qaysi do'konda oldiganimni atab bahasini tatib qo'yganman. Bezib qo'yma işte, men siz olsam bilib emasman. Abatunda skachida men kartımı telefon qilaychi, ash akapamsizmi? Voy bir qo'g'amdan egmay bo'ling'a ishtik. Voy Muzaffer bo'ling'a. Voy ma'qul, ishtirib ketgan odamlar ma'qul. Bir kep qazanib ishlardan ulgurmaydi. Allah ya, şoğlu. Ey, bu kaçan kilden meymalıktı? Bu kilemdu, kemlemdu? Saat 4'te degandi. Kirgan vaqtim bo'lib qoldi-ku deyman. Kep qolar. Ya kelsin, vaqtida kelsin. Ya men bu bir narsani yazolmasam uni qarab.
Bizning uchun mehmondorchiligimiz ajab g'ayr bo'lib ketdi-ku. O'rimchi vaqtida chaqirsa, Bejing vaqtida kelgan. Vaqt ko'z qarashi deydigan narsa yo'q-ku bizga. Bizning vaqtimiz bek chiqmadi yoshlar. Bo'lmasa siz yezaveramsiz ya. Kelganda chaqiring. Eli kelsa, yana men chiqaman. Baramiz degan ekan. Hadi. Telefon qilib boqamizlar, kelyaptimda. Soat turmadimi Muzaffar? Kelyapamizlar deb telefon qilamdi. Qizib ketdim, kela hozir. Eng yeni Türkiye filmleri. Eng yeni etotlar. Eng yeni MTV naqshlar. Dünya yenilikleri. Şatlan Kino Tori. Şatlan. Shu vaqtma xil o'tib ketib qoldi. Bir balduroq kelib, baqasondan bir hol so'rab, bir uyangni ko'rib, yo'qlaydigan ishimiz bor-da. Uni qilib bo'lmay, shu vaqt kelib qoldi. Satib qoldi. Shunga endi azroq bir qattiq quruq bo'lsinmi? Ishtali kelib qoldi hamda. Bak avor olsun, nemanchi chiqib Ya jiqtigidek emas. Ma bizni qiyinchilik qo'ydilar bunda. Jiqtigidek emas. Endi shu turmushning ishida ekanmiz, bola voqida ekanmiz, xizmatda ekanmiz, ya bo'lmasa, bir yurtda ishlar chiqadi ekan. O bu ish bilan bo'lib, vaqt uzrab ketib qoldi. Sat oldi. Ya hech kishi yo'q, elim rahmat. Kelaversanlar bo'ltamasmi biz o'zidan bo'lgandik. Vaqtmi, bir yak badi aslini bak qaytib qo'ydik. Endi bizni bir qaytla. Voy, bizdan o'tirib, ma'noga rahmat, uzun o'tirib qoldik. Kaçıqqa baba cho'charisizlar lan. Yo'q, Yigidek yoqqanmi bo'ldi. Ya bo'ldi, biz qaytla. Endi yo'q bo'ldi, siz yilimi chiq charchadingiz. Bundan keyin taq ishlaringiz taq jiq charchadigan vaqtingiz oldingizda. O'zingizni charchitib olmang, ha? Bizni qaytla. Maq rahmat. Bak sat oldu, quruq qilamiz. Yo'q. O'yni ko'rib olgandiki, kelinglar yana juma. Ballarni olib ketinglar. Ha, maktabga ko'rsatamiz, nima xo'sh. Ma'qulsiz. Avar qildik sen ham buda. Xo'sh. Bak yaramsizlar. Bu nemanchi chiqib qolsa Shundan qondan ko'tirib kelganda dag'a. Bular odatda bir yerga unchalar qo'ymaydi. O'tiribmi? Assalomu alaykum. Saniya mudir? Bu Saniya mudirning uyi emas, Saniya muallimning uyi. Ha, ma'qul, men beray. So'zlasizlar, mudir. Assalomu alaykum. Ha, otash sanmida? Yaxshi o'zingchi, undan turdim. Voy, yoqay, nerdagi gapni qilsa? Yo'q. Voy, yo'q, unda shu sen aldab nima ish qilaman? Yo'q gap. Ha. Bo'ldi. Ma'qul. Voy, kim bu? Voy, Oliya, muborak bo'lsin, mudir bo'libsiz adashdayda? O mudir demda? Ma'mushlar deydi. Ras abiyatan qadashmi, ma'qul mudir deydi. Bu men uqmay yasli mudir bo'ldingmi ya? Voy, men o'zim uqmsam uni. Unda shu bir azroq shayapsini uqqa qo'ydim. O'g'o, ras. Biz mudir bo'lsanglar bo'lamizlar ya. Da o'ylab baqsam, men poche yuradi ekanman-ku, sen kim o'tsa? Men boshliqning eri edim. Jam, Muzaffar chaqchaq qilmang. Beshimning ichim teshim ketib bordi hozir meni. Maktabdagilik bir mo'j adamgarsida qazi oldim deyman. Menimcha bu ishdan cho'qqum bir yeri bor. Bo'lmasa bu gapimda taqalmaydi. Mana qilla. Mana ma'rifidarsiz qolganimdan bir surishib boqaymi ya. Shaqsan bo'ladimi? Samidar. Muzaffar, chaqchaq qilmaytilib bo'rbaqmara. Bu chaqchaq qilmadim, sizning o'rimtingiz qilib Samidir dedim, Samidar. Jon, siz qolgan endi. Assalomu alaykum. Adash qanday mijozing yaxshimi? Yaxshi odam bolalar yaxshi oldimi? Men ha. Mana gapda adash. Biz surishtirgan bir ish vaqti. Va saniya to'g'riliq ba'zi bir gap so'zlarni anglab qoldik-ku. O'shdan maktabga mudir bo'ladi-ekan deb. Sizlar idorada o'shto'g'riliq bir gap so'z bo'lganmi? Qanday shuni bir surishtirib qo'yay degandim.
Shundaymi? Ha, ma'qul. Ya mening unda o'zi yo'q, men unda o'ylamagan. Yaqin surishtirmoqdan boshqa maqsad yo'q. Ha, ma'qul dosh, ma'qul ko'rishamiz, ha? Ma'qul, rahmat avar qildim. Ma'qul qo'shadish. Ma'qul xo'sh. Bunday gap so'zni men anglamadim deydi. Onun ustiga bekor demka u keldi, bu keldi deb bir mo'jizam keldi, bir mo'jiz isrofchilik qildinglar. Mana eshib qoldi. Bu nega gapirmiz endi buni? Manda isrofchilik qilsak, men aytgan ko'zimiz chaplashib qolajmi bizning? Yamiz ham isitib, bu kun ishxonadagi hammamiz bormiz degan to'sin, men ikkisini kelishini bilmaymiz edi. Daha ishxonada bir mo'j tayyorlik bor. Saniye, suni ko'may o'tak sog'anning foydasi yo'q. Dab uqib qilsangiz bo'ladi o'sha narsani-chu. Buni istayamiz deb hamda bir aytib yendik buni. Bu zodi nem bo'lib ketdi bu? Qanday ish bu? Kim topqanmi gapni o'ding'a? Kim topdi? Shu gap toparmanchildim biz topqandi. Vay adaş. Vay şu öyle kitap görüp otadım. Biraş banti. Nima? Opam mektep müdür optu? Vay bana undaq emasdi. Acaba men anlamapdım ha. Vay bu sen nereden aldın? Opamdan? Yo, adaş men uqmapdim ha. Men bir opamdan so'rab baqayjimi? Ma'qul ha? Ma'qul, xo'sh. Zepter. Bu ishni sal g'alati turdi. Shuni deyman. Odatda bizning ishxonadagilar birasini kasal yo'qlasak, yo bir uy ma'ra qilsak, mandaq kelmaydi. Sal eshib ketdi. Shuni deyman, bu bizning bu o'yini mehmon besib oldi-ku. Yeli sizni mehmon qildiganlarning chiqib ketgani, yeli qarasa bu uy qildigan mehmonlarning chiqib ketgani, ish qilib tazzi normal emas shu bu ish. Bir xil. Keldingmi? O'nima jasirab ketding? Sen palanpayda chiqibsan-da, liftdan chiqmay. Ukam sinf boshliq bo'pti. Nima boshliq bo'pti? Sinf boshlig'i. Voy yo'q, o'g'ish boshlig'i. Ya Allah, sen öpüsoqa bir yig'iz gapirib to'g'ri qilolmaysan. Voy, yaxshi bo'lar. O'g'rish boshliq qildingmi? Mening balam o'g'rish boshliq bo'pti. Mana sening mushiyalaring kimni do'rg'andi, balam? Meni do'rg'an meni. Chiqib bolaning yaxshilarining hammasini do'raydi, yomon yerning hammasini men do'raydi, balam. Men qara ilg'or. Sen yana shu sinfda mama o'ylikdek ushshuqlik qilib, molimga yig'lab turib olib bo'lmagansan? Voy yo'q. Necha bilan chiqibsan? Burunqi o'rganish boshlig'idan boshqa hammasi manga bilet tashlabdi. Voy. Mening balam ilgirlash zo'r. Endi biz mehmon qilasiz. To'g'ri? Nima qilasiz? Men aqasingni kunda mehmon qilyapman-ku boqaman deb. Voy, endi bir daq mehmon qilib qo'ymoqsiz. Ma'quldas, naq mehmon qilibdi, ya. Mehmon qilayapsan? Kim o'g'rish qoldi bugun? Yaxshi, unda bo'lsa men ilg'orni yolg'iz ichib mehmon qilib kiray. Qog'inni o'ydi qilinglar. Voy, chibara qilmaydi to'xtatinglar. Siz o'g'rish qolganmi? Bo'lgan burun. Men rost burun 9 yil o'g'rish qolgandim. Qolsanglar meni bir qadam mehmon qilib qo'ygan. Vaqt men tug'ilmagan. Men shu vaqt. Unda bo'lsa men mush bolamni mehmon qilaman. Siqilib meni ajrim bor. Nima ajring bor sening? Kichik vaqtida men baqqan nima? Bek baqqani. Qanday nashatlar seni? Ang baqqani ma o'tdi. Gibini. Yaxshi. Men bozor chiqqandim-da. Oldirapman siz bilan. Shundan bir ko'rishib ketdik deb kirgandim. Undan bo'ldi. Esaschi. Men shu azroq material vatni yozgan, shuni yozib o'tgandim. Uyga chiqibsiz-da? Shu bozorga chiqqandim-da. Soniya. Qarang bir zanjir olgandim. Bek chiroyli. Kirpikni.
Ko'rib ketma, taqab ketma. Rost julalık acaba bir nazik Taqab ketma. Rost beh yarashdi Jumo. Oltin uzukka yoqut ko'z. Beh yarashdi Soniya. Bak lan. Vay, taz yarashqidek. Nusxasi sizga yordimi? Ha, rost chiroyli, nazuk chiroyli. Bo'pti, taz yarashqidek sizga. Soniya. Mushu nusxadan qarang. Faqat 2 tonna qoptiga ikkimiz bir chuk taqayli deb oldim. Ne? Ortiq gap qilma. Ha, yo'q. Ma ön yeng elib, yengdan zinnatildik. Birmoch qazlarimiz va hozircha oltin ololmayman. Uy, Soniya nima deb shuraydigansiz? Men sizni buning pulini bering demadim. Bundaq bir jup taqaymiz sizim. Ikkimizga yaqin do'st. Oy, yo'q. Voy, yo'q, Soniya. Bundaq siz men rasmiy xafa qolma. Bo'ldi, ortiq gapni qilishmayli ya. Uy, Soniya. Men gap bilan bo'lib ketib, mo'yim bir ishni unutib qolibman. Sizga bir ishni maslahat saqil kelgandim. Nima ishdi uncholar maslahat saqil? O'zingizni bilasiz, Soniya. Bolam bek kichik. 2 yosh kirib qoldi. Ha. Shu bir tarafdan sinf mas'uli bo'lib, faqat yetishamadim-da. Shu bolamni bir 4-5 yoshga kirgizib, bir yasigidagida quvog'icha bu sinf mudirlik xizmatini o'tmay, bir darsni ham o'tab tursam deb o'ylagandim. Ha, yaxshi o'ylabsiz. Ha, sizninkini boshqalar o'tib tursa bo'ldi emasmi? Rost balni sal cho'ng qilib o'ylamaylik. Uy, rahmat Jumo sizga. Mushta deydiganligingizni bilatdim. Rahmat. Bek boshqalarni o'ylaysiz Jumo siz. Amisidan qaytay. Valloh uyda yolg'iz qoldingda. Olmay to'xta, ana. Voy, bo'ldi, unda qizingizdan ranjib qolmang Jumo. Voy, rost ranjib qolmang unda qizsiz. Astabu. Ma'qulamiz, men mo'ngay Soniya mudir. Keyin yana sizni ayirib yo'qlab kelaman Jumo. Bugun oldirib kelib qoldim. Xo'sh. Sıkmış oldu. Ay. Zafer. Ma ishni bir taraf qilmasak bo'lmaydi Jumo. Qanday bir taraf qilamiz? Ya bu ishning tugatini biz bilmasak, qanday bir taraf qilamiz? Bağansır bu işli bek hadidini işip kitip bardı. Hele o bir nas götürüp kirgen, hele bu bir nas götürüp kirgen, o miman kıl men davatkan, bu miman kıl men davatkan, nemi şu kitip bardı deyme. Tanrım ufkumadım o. Ma altın zincir ne yaptı yana? Ekeptu yana, depli boynunuzga isip aldınız mı ne? Ammışsınız ammamda. Vay isvan mı de, benim şu, vay takap görüp akay dep takıgan de, özü pasonunu gördük akşay dep, dep tutsam takaplam ağın unumay. Hiç kanday kılıp Bakaram, hazır çiriklik karıştırış, hak diyanetlik buluş təkitli varsa, siz müştak kıpaysanız doğru olamdı. He? Derhal kaytır ettim. Vay şu kaytırıp bensem onu mu de ağın? Onu mu de turamsız müştak? Şu ben kanday kılıp... Kaytırıp verin, eğer fakat onumay kap kalsa, müştakın layık, hesabla pulunu vermezseniz tügümedi mi? Kanında. Maqul, ems pulni berib o'tay. Başta kılan. Oğar jılgan payda yata qo'yib kirib borda? Ha? Nima bo'ldi va? Xo'dim men bu. Sana? Voy. Bu. Ne bo'ldi bolam? Ha? Nima? Qo'rqib beshakada ne bo'ldi? Gaplar ne bo'ldi? Ha? Ne bo'ldi? Gaplar ne bo'ldi? Uvdimi? Yo'q, uyimiz boshqalar chiqaryapti. Ha, bu chiqarayotgan bo'z bolam. Men tushib kelsam, o'g'il boshlig'idan chiqib tursa, bir naynam hokimlikdan tushib ketmabsa, yig'ilma bo'ldi. Bo'ldi.
Nim bo'lganda qiziq ekanmi? Birsi o'g'ilish vaqti qo'limdan degandek o'zi saylab qo'ydi ekan. Ya'ni o'zi bekat tushirdi ekan kichik bolaning ko'nglida. Bo'libdi, bu bir yaxshilikdan bishorat. Bir hisob bu bilan bo'libdi. Mana buni tushib ketdi degan ishning o'zida ko'rinishi bo'ladiki, sizning maktab mudiri bo'lgan ishingizning hammasining yolg'on gap ekanligi isbotlanib qopti. Jilmana bolam, jilmana bo'ldi. Endi men dasxona ekiladigan, men uy ekiladiganni oyga sal uzila endi. Jilma bo'ldi, jilma. Hech nima bo'lmaydi. Uzilgan bilan haqqi bir mo'cha ko'ngil qazi oldik Muzaffar. Men haqning dasturxonini ammang, haq chaqirgan yak bormang deb necha qatim dedim. Obdan bo'ldi mana. Voy bo'ldilar, mena bog'im kelib ketib berib, og'im kelib ketib olmadim, zo'lab ketmas qanday qildim. Shu zo'lasa menda qarab bakib qilamiz uni. Voy be bo'ldi qiling sizmi ichi qayerda? Demisin bu bir o'sak so'z tug'o mana endi oshkorilib turib yaxshi shopdi-ku. Jig'ilmagina bolam, jig'ilmagina. Jig'ilma, tushib ketdi. Voy voy. Voy, bugun shuni yaxshi qilsang bo'lmadimi? Darsingni yaxshi o'qisang bo'lmadimi? Ha, shu, jig'ilma bo'ldi. Jig'ilma. Men hozir maktabdan kelib tamoq qo'paydi. Saniya muallim. Mudir bo'lmabsiz a? Mudir? Kim meni mudir bo'ldi deganding? Shunda, mushundoq o'sak so'zlarni kim topadigandu deyman. Shundoq achchig'im keldi anglab. O'zining ishi bilan bosib bo'lmamdu deyman bu haqni. Ha, oye, Mayra, tasqabni unutib qoldim. Maktabga og'ach borman deb unutib qolibdim. Mayli qiz zanjirning puli. Voy bu. Ben sazım bo'ldi. Voy yo'q, tovada. Qisaq bo'lmaydi. Muzaffar ochiqlanmagan bo'lmaydi. Mana, chaylar. Mana. Voy, fikrim yaxshimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy. Qandaroq muborak bo'lsin. Bu xush xabarni bizmi anglatoq. Akşam kechi uxlamabdimi deyman, acha. Qaysi xush xabarni fikrim nimaga muborak bo'ldi? Menda yoshirmanasiz. Voy. Qani uy kiram. Mayra malim bakam bor. Bekkin. O'tir. Qanday teshikmi? Yaxshi. Amma shundaq xush xabarlarni anglab kelib qoldik. Shundaqmi? Kelib qopdik-ku. Endi undaq kelib qoldik-ku. Meni bilmaydi deb qopsiz-da. Oldi eshikdan jingni patmaydi, oq eshikdan poyezd qatnaydi debdiki. Oq eshikdan men vaqtimiz kelib qolganda aqcha. Ya, bayram alim. Ammanda kelimizda endi. Hamishning yo'li bor emasmi? O'zlarimi kelib qoldik-ku. Gapmishadi. Ahmoqlik qilmay, kelimamizning qo'ltimizga qanday qisib kelgan bo'lsangiz, shunda qisib ekidim. Uyingizga patimiz uchun to'g'risi qo'sib isib qo'yam. Menimcha yiqib kelgan uchun pushaymon qilib o'tladim. Voy. Nima bo'ldi? Xotincha. O'tirib bo'lmaydi-ku. Undaq emas-da. Qo'yras. Shunday. Ahmoqlik qilmoqchi. O'tirib ketdim. Voy. Avar bo'lmasangiz bo'ldi emasmi? Chaylar. Qaysi shamol uchirib keldi sizni? Sizni yo'qlab o'tib ketgach. Ma cho'nglar, gilam og'am. Umdan bo'pti. Shu gilamni talab qo'yib qo'ysam o'g'irlab ketmasin deb akriveribdim. Umdan bo'pti. Umdan kelibsizlar shikalla. Men bitta maktabdan kelib, nima desam bo'ladi deb turdim. O'qishdi, bir lag'ma qilib, taboq yeb. Mundaq gap. Biz mayli. Boshqa bir kun ayrim kelamiz. Yo'q. Mayram nech chiqdim keldim, quruq choy bilan men shunday
to'g'ri. Bek aldiraplam kelgan. Tumaga mehmonning ketgani yaxshi degan gap bor. Biz qaytaylik. Kan bir aram ekan, quruqlamoqni. Voy, nima Ben içtim tamam. Assalomu alaykum. Voy. Qanday bo'lasiz? Aka men ko'tish berayman. Bo'l. Rahmat. Qanday bo'lasiz? Voy, Soniyada xush xabar. Voy, Soniya mudir. Mana bu ma'rif idorasi tushirilgan uqtirish. Siz mudir bo'libsiz. Saniyada mudir bo'libdi. Bu bak muborak bo'lsin. Saniya mudir. Voy. Ya xush xabar ekan bu. Eng yangi Turkiya filmlari. Eng yangi etotlar. Eng yangi MTV naqshlar. Dünya yenilikleri. Şatlan Kino Tori. Şatlan.